Maloikalar Alloh subhanahu va taolo ularni hurmatli bandalar dedi. Hurmatli ular. Alloh subhanahu va taolo ularni nurdan yaratdi. Ularda erkaklik, ayollik, yeb ichishlik narsasi yo'q. Alloh subhanahu va taolo ana ularni adadlari qancha desa, ularni adadlarini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Xo'p, buni hech kim bilmasa ekan, qanday qilib tushuncha hosil qilsak bo'ladi desa, osmondan tushayotgan har bir tomchi suvni, har bir qor parchasini bitta maloika olib tushadi. Bitta maloika olib tushadi. Shu osmondan tushayotgan tomchini, osmondan tushayotgan qor parchalarini bitta maloika olib tushadi. Biz biladigan Masjidul Harom Makka-i Sharifda. Makkada Ka'ba bor, bilamiz. Shu Ka'bani o'rnida Odam alayhisalom tomonidan bino qilingan Baytul Atiq deyiladi, eski uy deyiladi. Shu uy qurilgan. Nuh alayhisalomning davrlarida to'fon bo'lgan vaqtda boshlanishida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalom tomonidan qurilgan u eski Ka'bani uyini ana shu Ka'bai muazzamani eng tepasida joylashtirdi. Osmonda, falakda shu uy bor. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, ana shu baytni uyini bir kunda 70 ming maloika tavof qiladi. 70 ming maloika tavof qiladi. Ularni hech birlariga qiyomatga qadar ikkinchi marotaba tavof qilishlik nasib etmas ekan.